Anginaga nima davo? Anginaga qo'lingni tiq. O'zingning tomog'ingga qo'ling yetadi. To'g'ri gapti. Gemorroygachi. Gemorroyga uni telefonlashamiz. Uni oddiy usullari bor. O'sha shimni tushirgan holatda siz turtib chiqib qo'yasiz. Endi o'ziga bog'liq. Oriqqa chidasa, uzr liteyni deb ketaveradi. Tish terlashga. Tish terlasa. Ha, tilida o'ynab qo'yapti. Tilida o'ynamaslik kerak. Tishlarimiz terladigan holatga yuzlanadi. Shuning uchun til bilan qiyin. Lekin sizga xalaqit berayotgan bo'lsa, bir tomonga oling, dam olsin. Odam kulolmasa nima qilish kerak? Endi u xursand ham bo'lmaganda u. Sevgidan kuyganlarga nima maslahat berasiz? Ha? Sevgidan kuyganlarga nima maslahat berasiz? Yurish kerak. Qancha qisib, qancha o'zingizni tortib, o'sha bemanishlarga sarf qilmasdan, yaxshi niyatda hamma narsani hal qilsa bo'ladi. O'zimizni cho'qqa o'qqa uramiz, keyin nimaga uramiz? Shuning uchun odam bo'g'ilmasligi kerak. Bo'g'ilsangiz kasal bo'lib qolasiz. Hamma narsa asabdan.